Assalomu alaykum. Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Hafta kuniga yakshanba 2026-yil 8-mart. Andijon viloyati Baliqchi mol bozoridan bo'ladi. Kimga qanaqa hayvonlar qiziq bo'lsa, kommentar fikrlar qoldirasizlar. Bo'lsa videolarimizni boshladik. Videolarimizni oxirigacha kuzatib olinglar. Bugungi videolarimiz enavolab bo'zay novvoslardan bo'ladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Malaka alaykum mollarimiz. Shu molimiz Mushur qilasan so'kaymi? Shu molimiz 16 millionga beraman deyapti. Shu molimiz. Minusdamiz, ukamamiz. Minus emas, aka minus. Aka foyda qilmayapti-da. Aka foyda qilsa sotaman-da. Qo'qofini sotaman. Shu molimizga baraka bo'lyapti. O, to'g'ri deganimiz. 9 oylik bo'g'oz deyapti, 21 million so'm bahosi bo'lyapti, motoqa bermayapti. Molimizni turishini ko'ringlar. Kuni qolgan bo'g'oz ekan. 21,5 million so'mga berilmayapti. Bo'ylari biri 15 kiloga chiqadi. Assalomu alaykum. Tog'ni pul deyapsiz buni? 47 million so'm baho aytilyapti ekan, xudo xolasa bunisini ko'ringlar. Oqini. Aka bu yaqin baho shekilli olasan, necha pul bunisi? 45. Qorasi 47 million, bunisi 45 million so'm, ozgina kami bor. Necha pul qilishdi aka? 40 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Aka 40 million so'm ustiga yozgan yursa berasiz, xudo xolasa ayting nomeringizni. Aytavering. Telefon nomerlaringiz 95lik kodi bilan 95 589 69 79 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa telefon qilsa dastavkalarni ham qilib berasiz. Dastavkalarni ham qilib beramiz deyapti. Vohali jigaldan ham bemalol bundaqa mollar qiziq bo'lsa telefon qilaverasiz. Dastavkalarni ham qilib beraman deyapti. Aka bu nechanchisiga bo'g'oz bu? Ikkinchisiga bo'g'ozmi? Uchinchisiga bo'g'oz ekan. Necha pul qilishdi buni? 40 million so'm qilishdi buni ham. Ustiga qo'shsa ozgina berasiz. Nomeringizni ayting. Bu ola bilan ikkovsining nomeri bitta ekan. Jup olaman degan akalarimizga yana ham arzon qilib beramiz deyapti. Jigarlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Turishini ko'ring. Bo'ylari 1.30 kilosiga xudo xolasa. Bolasi novvosi variantlardan. Enasi necha oylik bo'g'oz aka? Nechanchisiga? 6 oylik 3-chisiga bo'g'oz ekan. Molimizni ko'ringlar. Molimizni bo'ylari 1.15 atrofiga chiqadi. Bolasini ko'ringlar. Bolasiga nima deyapsizlar? Bolasi novvos ekan. Sog'lig'i, yeb ichishiga hamma yo'ga garantiyasi bor ekan. Aka necha pul qilishdi? 29 million so'm savdosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Ozgina qo'shsa berasiz aka 29 ga. Nomeringizni ayting. 94lik kodi bilan 782 7993 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Aka telefon qilsa dastavkalarni ham qilib beraverasizlar. Dastavkalarni ham qilib beramiz deyapti. Vohali jigarlar ham bemalol telefon qilaverasizlar ekan. 10 kunda 9 kun 10 kun kuni qolgan bo'g'oz ekan, shunaqa deyapti. Nechanchisiga bo'g'oz tog'a? Ha, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. Molimizni bo'ylari 1.30 kilosiga chiqadi. Yelimlarni atroflariga ko'ringlar. Hamma yo'g'ini ko'ringlar molimizni. Necha pul tog'a qilishdi? Qilishganini ayting. 31 million 500 ming so'm qilishdi, bermaysiz. Ozgina qo'shsa berasiz, xudo xolasa. Nomeringizni ayting. 99lik kodi bilan 614 68 14 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa telefon qilsangiz dastavkalarni qilib beramiz deyapti. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu qarang. Molimiz turishini ko'ringlar. Kuni qolgan bo'g'oz. Savdosi bo'layotganini. O'rtasida degan uchun bering, ikkinchi mal bering. Necha pul qilishdi buni? Mana bilmadim. Qo'ying bo'pti, qo'ying. Berasizmi akarimga?
Qo'yib bor, yuring ketdik. 13 million 600 ming. 13 million 600 ming so'mga savdosi bo'layotgan, to'g'a bermayapti. Harakatga bering. Puli yo'q. Ayya, gapirga degan 13 million 600 mingga bermayapti. Yana bolasini olsa ekan aka, bolasini olsa variantlaridan. Yana necha oylik bo'g'oz? 3-chi oyga bo'g'oz ekan, nechanchi bolasi aka? Qonnidagi 3-chi bolasi ekan. Bolasini ko'ringlar, bolasini olsa variantlaridan. Aka necha pul qilishganini ayting. 35 million so'm savdosi bo'layotgan, bermayotgan, ozgina qo'shsa berasiz. 35 million ustiga nomeringizni ayting. 93lik kodi bilan 598 94 84 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Telefon qilsalaringiz dastavkalarni qilib berasiz aka. Dastavkalarni ham qilib beramiz, xudo xolasa deyapti. Molimiz orqa holatlardan ko'ringlar. Suti ham bor ekan ozgina. Qanchalik suti ham bor ekan. Enasi va bolasini ko'ringlar. Yana bola variantlarida. Bolasi xunajin variantlardan so'ragan jigarlar bormi? Nechanchi bolasi aka? Bolasini ko'ringlar. Ikkinchi bolasi ekan. Suti ham bor ekan aka buni. 8 litr suti bor ekan, 6 litr sutga sinab olishga olaverasiz deb. Bolasini ham turishini ko'ringlar, bolasini. Jicha haydaman diraqa bolasini. Bolasini ham turishini ko'ringlar mana. Yana bola. Bolasi ham rosa chiroyli ekan. Buni necha pul qilishdi buni? Avvaliga 18-19 dan qilishgan. 18 million 19 million so'm savdosi bo'layotgan, bermayotgan, ozgina qo'shsa berasizlar. Xudo xolasa, telefon nomeringizni ayting. 93lik kodi bilan 427 82 20 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, telefon qilsangiz dastavkalarni qilib beramiz ishlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Enasini orqa holatlardan ham bitta ko'rsataydi. Orqa holatlardan ham ko'ringlar. Mana orqa holatlari. Orqa holatlar turishlariga ham gap yo'q. Bolasi xunajin variantlaridan mana. Qancha suti bor tog'a buni? Ha? 7 litr suti bor ekan. Bolasi xunajin ekan. Nechanchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. 7 litr sut ekan. Ikkinchi bolasi. Necha pul qilishganini ayting. 25 million so'm qilishayotgan, bermayotgan, ozgina bo'lsa berasiz, xudo xolasa. Nomeringizni ayting. 93lik kodi bilan 008 51 91 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, telefon qilsangiz dastavkalarni ham qilib berasiz, to'g'ri? Dastavkalarni ham qilib beramiz ya. Orqa holatlardan ko'rlar majijamizni. To'g'ri, amma charchamen. Navbatdagi molimiz bolasi xunajin ekan, rosa uyga boqaman degan mol shekilli yelimlarni ko'ringlar, yelim holatlarini ko'ringlar. Nechanchi bolasi tog'a bu? Birinchi bolasi ekan. Molimizni ko'ringlar. Bo'g'ozmasa, necha oylik bo'g'oz? 2 oylik bo'g'oz ekan, o'zinglarcha teshib turib olaverasizlar ekan. Necha pul qilishdi? 30 million qilishyapti ekan, bermayapti ekan, ozgina qo'shsa berasiz. Nomeringizni ayting. Aytoring. Nomerini bermadi, sotib olamiz deyapti ekan. Bo'ylari biri 30 plyusiga chiqadi, 30 million qilishyapti ekan. To'g'ri, amma charchamen. Navbatdagi molimiz bolasi xunajin ekan, nechanchi bolasi? Bunisi ikkinchi, bunisinikichi? Bu molimizni bolasi 3-chi ekan, mana orqa holatlardan bitta ko'rsatib mana. Bunisini ham bolasi, bunisi 3-chi ekan, bunisi 2-chi ekan. Necha puldan qilishdi tog'a bularni? 18 yer. 22 million 500 ming so'm bunisini qilibdi. Bunisini 18 million 500 ming so'm qilishdi. Xudo xolasa, ikkosini ham ozgina qo'shsa berasiz, ustiga yursa, nomeringizni ayting. Nomerimni ayting. 94lik kodi bilan 086 45 54 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, jupasa yana ham arzon qilib berasiz, to'g'ri? Jupasalarni arzon qilib beraman deyapti, bemalol sinab olaveradi deyapti. Lekin mana yangi tug'ilgan bo'zaychalarni ko'ringlar.
Telefon qilsalar dastlabkilarni ham qilib berasiz. Dastlabkilarni ham qilib beraman deb jegalar bemalol telefon qilaverasizlar. Bolasi xunajin ekan. Nechinchi bolasi tog'a buni? 3-bolasi ekan. Yelim holatlarini ko'ringlar. 3-bolasi ekan. Bolasi xunajin ekan. Necha pul qilishdi buni? Qilishga yo'q hali endi. Necha pul? Kenyapti. Narxini ayting, narxini. 35 million kam bor. 35 million so'm ozgina kami bor deyapti. Xudo xolasa telefon qilib qo'ygan ma'lumotlar o'zidan olarasiz. Nomeringizni ayting. 93lik. 93lik kodi bilan 212 80 84 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa telefon qilsa dastlabkilarni ham qilib berasiz. Dastlabkilarni ham qilib beramiz ya. Kelishib bo'lsa qilib beramiz ya. Voqeliklar ham bemalol telefon qilaverasizlar. Orqa holatlardan ham ko'ringlar, molimiz orqa holatlardan. Bolasini ovoz variantlar, bolasini ko'ringlar. Yelim holatlardan. Nechinchi bolasi aka bu? Birinchi bolasi ekan. Bolasini ovoz. Qancha suti bor? Peshanasi. Suti shu bahsalarsiz beraverar ekan. 7 ta 8 ta deb 5 taga sinab olishga olaversin, xudo xolasa. Boladan tashqari 5 taga sinab olishga necha pul qilishdi? Qilishganini ayting. 26 million so'm bahosi bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. Ozgina qo'ysa berasiz 26 millionga. Bolasi pachkadan variantlardan. Telefon nomeringizni ayting. 94lik kodi bilan 383 29 30 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Telefon qilsa dastlabkilarni ham qilib berasiz, ha? Telefon qilsa dastlabkilarni ham qilib beramiz yoki voqeali jigarlar ham bemalol telefon qilaveradi, dastlabkilarni qilib beradi. Turishini qaranglar, molimizni, pachkalarni, bolasini ovoz. Aka, bunisi necha bunisi? 23 million 500 ming qilishdi. Bolasi xunajincha ekan buni. Bolasi xunajincha ekan. 3 kunlik bo'libdi. Birinchi bolasi buni ham. Buni ham birinchi bolasi ekan. Tishi yo'q ekan. Nech pul dedingiz aka? Qilishganini ayting. 23 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Ozgina qo'shsa berasiz aka. Bo'ldi, nomeringizni ayting aka. Ikkosini bitta raqamlar ikkosini shu bilan bitta raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Juposi yana ham arzonroq qilib berasiz. Jup olaman degan akalarimizga yana ham arzon qilib bergan jigarlar ko'ringlar mana uni. Bolasi xunajincha ekan. 3-bolasi ekan. Bolasini ko'ringlar, bolasini. Qancha suti bor aka buni? 10 ta suti bor, 8 taga beraman. 10 litr sut beryapti ekan, 8 litr sutga sinab olishga olaverasizlar deyapti mana. Yelim holatlardan ham ko'ringlar, yelim holatlar rosa ham chirar ekan. 3-bolasi ekan. Necha pul qilishdi ha buni? Qilishganini ayting. 29 million so'mga bermayapti. Xudo xolasa ozgina qo'shsa berasiz. Nomeringizni ayting. 94lik kodi bilan 886 0067 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa telefon qilsa dastlabkilarni ham qilib berasiz. Dastlabkilarni ham qilib beramiz deyapti. Voqeali jigarlar ham bemalol aloqaga chiqasizlar ekan. Telefon qilsangiz dastlabkilarni kelishgan holatda qilib berar ekan. Bolasini ovoz variantlaridan 39 million so'm qilishdi. Yelim holatlarni ko'ringlar, yelim holatlarni. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi ekan. Molimiz orqalardan bo'ylari 1.25 plusiga chiqadi. Xudo xolasa qancha suti bor aka? 15 ta suti bor ekan. Bemalol sinab olasizlar dedim. Bolasini ham ko'ringlar. Aka, necha pul qilishdi dedingiz? 39 million qilishyapti ekan. Ozgina qolsa berasiz. Nomeringizni ayting. 50lik kodi bilan 571 08 13 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa telefon qilsangiz dastlabkilarni qilib berasiz aka. Dastlabkilarni qilib beramiz ham. Molimizni turishini ko'ringlar, orqa holatlardan. To qo'shib turing. Orqa holatlardan ko'ringlar. Qaysi kanal aka bu? Chorva Bo'ston aka. Molimizni yelim holatlardan ham ko'ringlar, molimizni yelim holatlardan. Aka, amal charchamang. Bir hafta bo'lib tug'ilganiga bolasi xunajin ekan. Nechinchi bolasi aka bu? 3-bolasimi? 3-bolasi ekan. Mana orqa holatlardan ko'ringlar. Yelim holatlardan ham. Necha pul qilishdi aka buni? 28 million so'm bahosi bo'lyapti, bermayapti. 28 million ustiga qo'shsa berasiz. Beramiz ya. Telefon nomeringizni ayting.
94lik kodi bilan 386 93 13 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Dastlabkilarni qilib berasiz aka. Dastlabkilarni qilib beramiz hozir. Yana molimizni ko'ringlar holatini. Molimizni ko'ringlar. Agar rahmat, savdoz bersin. Aka buni bolasini ovozi bunachimi? Bolasini ovozi variantlari nechinchi bolasi? Yerimini ko'ringlar. Uchinchisimi bu ham? Bu ham bu akadan ekan, hozirgi nomerga telefon qilaverasizlar. 8 ta suti bor ekan. Molimizni turishini ko'rib, buni necha pul qilishdi? Necha pul bahosi? 35 million so'm ozgina kam bor ekan, telefon qilsangiz qolgan ma'lumotlarni olaverasizlar. Deganlar molimizni turishini ko'ringlar. Agar rahmat, savdo oylab bersin. Toza shvet so'ragan jigarlar bormidi? Molimiz orqa holatlardan ko'ringlar. Yenimi chotiga sig'may ketyapti. Molimiz yenimi chotiga. Bolasini ovoz ekan, to'g'a? Bolasini ovoz ekan. Bo'ylari 1.35 kiloga chiqqan. Necha pul qilishdi to'g'a buni? 6,5 beryapman hozir. 46 million 500 ming so'mga mana savdosi bo'lyapti ekan, bermayapti mana. Jigarlar mana savdosi bo'lyapti 46 million 500 mingga. Molimizni turishini ko'ringlar. Yengil beri ko'z aytyapti. To'g'a nomeringizni ayting. 94lik 94lik kodi bilan 458 458 1381 raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa to'g'a kelishamiz qolsa 46 million usti yozgan yursa berasizlar. 46,5 beryapti. 46 million 500 mingda ustiga yursa berasizlar. Xudo xolasa. 51 bering deyapti. Bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilishaversa, dastlabkilarni qilib berasiz. Telefon qilsa, dastlabkilarni qilib beragan jigarlar telefon qilsa, molimiz turishini ko'ringlar.